Hürmetli vatandaşım, yukarı leksiyanın devamı. Soda vekili Robert Lighthizer vekilligidagi qattiq qo'lla Soda ministri bilan birlikda Steve Bannon o'tirg'a qo'ygan Amerika Jungu sodasini ijro qiladi. Amerika Jungu soda siyosatini ijro qiladi. Oqsaroyning yuqori darajalik maslahatchisi Stephen Miller keyin Steve Bannon bilan ittifoq tuzgan Navarro qatorliqlar dal mush nishon uchun xizmat qiladigan arboblar edi. Yani Aksaray'da arkasap hizmet kıldıqanlar dedik o mavzuda. Ama şu erbaplaydı. Ular dikkat kıldığan sahala, bronko katlı kollar dikkat kıldığan sahalara okşumaydı. Ötken zamanlarda Washington'da katlı kollar köpçülüğü, ideologiya ve harbiy bexatarlik sahasına köngül bölüp, İki devlet oturusundaki soda, ma'rifat ve rayulla hem de halkara ciddi meselelerdeki hemkarlıkның yoşuran gücünü acizlaştırdı. Prezident Trump iqtisod devlet qaşqısını götürüp Aksaray'a girdi. Onun yenideki qattiq qo'lla diqqatni an'anaviy ma'nodagi kishilik huquq, demokratiya, Tayvan ve Tibet meseleleriga qaratmay, diqqatni iqtisod, soda meselesiga qaratdi. Sabiq prezident Bill Clinton, sabiq prezident George Bush davridagi qattiq qo'llar o'xshash emas. Ular Jungoning bosh ko'tarishidagi reallikni allaqachon qabul qilgan. Sabiq prezident Bill Clinton bilan sabiq prezident Bush efendi hech qachon Jungoning bosh ko'tarishini qabul qilgan emas. Sabiq prezident Bush efendimi Jungo bilan bizning o'tirimizdagi munosabat hem raqobatlashish munosabati, hem hamkorlik munosabati degan siyosatni ta'kidlagan. Endi buni faqat sabiq prezident Obama biz Jungoning tez yo'l bilan bosh ko'tarishni qo'llaymiz degan gapni qilgan edi. Bu yerda Xitoy yozuvchi xatolashyapti. Qattiq qo'llarga nisbatan mo'tadillar Jungo bilan uchrashishni tashabbus qiladi. Lekin ikki xil aqimning umumiy nishoni birdek edi. Tadbir qo'llanib Jungoning bosh ko'tarishiga taqobil turish. Usul va vositalarda perslar bo'ladi. Undan keyingi bir mezgil ichida prezident Trump Oqsaroyning ichki qismida iqtisod, soda sohasidagi qattiq qo'llarning Amerika Jungo munosabatiga yetakchilik qilishiga yo'l qo'ydi. 2018-yili Amerika Jungo qo'sh taraflik munosabatning taraqqiyoti muhim sinoqqa duch keldi. Halkılık bir taraf shuki, prezident Trump Oqsaroyning ichki qismida qattiq qo'l kuchlardan qanday foydalanadi? İki davlat o'rtasidagi elishishning taraqqiyoti qaysi tarafga buriladi degan masalalar 2018-yil oldimizda. Amerika mutaxassislari Amerika Janubiy dengizda Beijingga texnik qattiq siyosat yurgizdi. Bu bir ayrim xabar. Dedi mavzuli xabar 1-ayning 29-29 kun Dovi torbeti e'lon qildi. Xabar mundaq boshlandi. Bir guruh yuqori darajalik vakillar umiga Vyetnamni ziyorat qildi. Davlat mudofaa ministri James Mattis bilan birga. Orqada Amerika harbiy parxodlari Vyetnamni ziyorat qiladigan plan oshkorildi. Bu alametler Asya'da girelişip ketken murakkab. Deniz ilgili hukuka talaş tartışılırdı. Amerika'nın Jungo'ga texnik qattiq siyaset qo'llanadiganligidan bishorat berdi. Universal matbuotlar 1-ayning 29-kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat mudofaa ministri James Mattis o'tgan hafta Vyetnamning prezidenti Chin Da-Guang, Vyetnam partiyasining sekretari ham harbiy taraf generallar bilan ko'rishdi. Davlat mudofaa ministrligining torbetida bundoq ko'rsatildi. Ular suhbat jarayonida erkin qatnash va xalqaro qonunlarga hurmat qilish to'g'risida ansiraydiganligini bildirishdi. Bu Janubiy dengiz egilik huquq bayonot qilayotgan 6 davlatning talash tortishidir. Bu talash tortishida Jungo taraf bak kuchlik. Endi Amerikaning bir dona avomat kishi 3-ayda Vyetnamni ziyorat qiladi.
Vietnam Cüngü bilen oturda Janubi deňizdiň egilik hukuk qattiq talaş tartış kılıp atkan bir döwletdir. Washington Strategiýa we Halkara Tadqiqat Merkezi Şarqa Janubi Asiýa tadqiqat türiniň mawum müdiri Sherbot munda görset. Cemmetçinin Vietnamny ziyaret kılışı 3-nji ayda bir dana av amatkinin Vietnamny ziyaret kılışı. Bu Janubi deňizde köç görüsip atkan Jöngoga berilgen signaldyr. Vietnam bilen bolgan herbi işler münasebetini çoňkurlaşdyryş. Prezident Trump'nyň Janubi deňiz igilik hukuk talaş tartışydy meselesinde taryk seliş duganda bu qatam ispadilgen en qattiq meýdandy Prezident Trump'nyň. Bir ýyldan beri kişiler Prezident Trump Beijing'nin köç görüş ordugy Hris ilan kılamdy kılmamdy dep guman kılışkan. Yani 5 döwletden Janubi deňizge igilik hukuk bayanat ilan kılışyny Prezident Trump hükümeti kollamamdy dep guman kılışkan edi. Brunei, Malaysia, Filipin, Tayvan, Vietnam qatarlyk döwletler 350.000 kvadrat kilometrlik Janubi deňiz ýüzüge igilik hukuk ýürgüzüş hukukumuz bar dep dawa kıldy. U döwletler Jöngo deňiz sakçylar kemisiniň u ýerlerde katnap ýürüşini köreşni mahalamaydy. Bolupma top tündürüp awal ama geçirenler aral ýasap herbi äsläle urlaşdyrışny körüşni tehme halamaydy. Bugün leksiýalarymyz ahyrlaşdy, endi ahyrda işke gyz gep gylaýly, örmetlik wetendeşim.